Assalomu alaykum do'stlar, bormisizlar, salomatmisizlar? Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda xursandman. Lekin faqat sizlar bilan ko'rishganimdan xursandman. Hozir Andijon jamoasining o'yini yakunlandi. Arkadagh jamoasining mehmoni bo'ldi Turkmanistonni. U o'yindan unchalik xursand emasman. Shu o'yinga bog'liq boshqa voqeliklar bor, shularni ko'rib chiqamiz. Sizlardan iltimos qilib qolaman. Bitta narsaga alohida e'tibor berishingizni, men bir o'yin bo'ldimi, o'sha o'yinning vaqtini yoki soatini mana shu video ichida aytib o'taman. O'sha o'yin haqidagi ma'lumotlarni iloji boricha to'liqroq yetkazishga harakat qilaman. Endi ba'zi bir kamchiliklar qolib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilik kommentariyada yozyapti, o'yin qachon bo'ladi, qaysi televideniya orqali ko'rsak bo'ladi yoki mana bu ma'lumot haqida gapiring deb. O'sha video ichida gapirib chiqqanman. Diqqat bilan videoni oxirigacha ko'rmaslikni oqibati menimcha like bosib qo'yishingizni, kommentariy yozib qo'yishingizni alohida so'rab qolaman va boshladik do'stlar. Men shu o'yinni ko'rish uchun telefon orqali ko'raman. Ko'proq o'sha Yevropa futbolini ham, o'zimizning Super ligalarini ham televideniya orqali ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Telefon orqali ko'rishni boshlaganman. Bu shu menga qulayroq. O'sha ko'rmoqchi bo'ldim Andijon hamda Arkadagh o'yinini. Kirsam boshqa o'yin bo'layotgan ekan. Aynan o'sha Osiyo Chempionlar Ligasi 2 turniridagi va u yerda o'yin normal kechyapti. Qizil libosdagilar u yerda ustunlik qilyapti. Men hayron bo'ldim. Andijon shunchalik kuchli o'ynayapti. Yo'q, qarasam boshqa o'yin ekan, e'tibor bermabman. Shoshilib kirganim uchun shunaqa xatolik yuz beribdi. Menda keyin Sport telekanali orqali kirib ko'rdim. Ya'ni shu telefon orqali va o'shanda ko'rdimki do'stlar, bu juda zerikarli o'yinligini ko'rdim. Ya'ni o'yinda bir mazmunli epizod bo'lmayapti-da, tishga bosgulik mazali bir narsa chiqarib bo'lmayapti o'yindan. Na bir kombinatsiya bor, na bir to'p oshirishlar bor, na bir Maksim Shatskiyning biror bir o'ylagan rejasi bor. To'g'ri, endi ko'pchilik aytishi mumkin, "Oy, nima deyapsan?" deb Andijon muxlislari. Maydonda ahvoli shundoq ekran orqali bizgacha bilinib turibdi-ku, bu yerda yugurib yurgan futbolchilar qanchalik qiynalishdi ekan deb aytish mumkin. Endi do'stlar, bu bahonada, bu maydonni bahonasi. Bu loyda agar o'ynalsa ham futbol raqibdan ustun bo'lishi kerak. U yerda Real Madrid bo'l deb talab qilinmayapti u yerda. Sen o'sha raqibingdan ustun bo'l. O'sha raqibing ham o'sha sen bilan bir xil maydonda loy kechyapti degan narsa-ku. Ya'ni Maksim Shatskiy biladi. Maydonni ko'rgan, adashmasam 3 kun oldin borishgan yoki 2 kun oldin borishgan. O'sha maydonni unga topshirishgan to'liqligicha. Hamma kirib ko'rgan, yugurib ko'rgan, Shatskiyning o'zi ham sirpanib ko'rgan o'sha maydonda. Maydonning ahvoli yomon, demak o'yindan taktika shunaqa narsaki do'stlar, o'yin davomida o'zgartiriladi murabbiylardan. Ya'ni o'sha bitta o'zgartirish qilinadi va butun bir sxema, taktika. Bu o'zgartirish o'z oldindan futbolchilarga tushuntirilgan, uqtirilgan bo'ladi. Bu futbolchi o'tdimi, kimgadir borib ishorani berdimi, demak formula ishlab ketadi o'zidan o'zi. Hamma biladi, ha, bu buni yoniga bordi. Agar bu futbolchini yoniga borganda biz boshqacha taktika qilgan bo'lardik deb hamma futbolchi o'ziga xos parollar orqali ishga kirishib ketishadi do'stlar. Ya'ni bir lahzalar oralig'ida o'zgartirib yuboradigan narsa taktika. Lekin Maksim Shatskiy 2 kun oldin tayyorgarlik ko'rgan, undan oldin ma'lumot yig'ganda ham bilgandir maydonning ahvolini. Shunga qarab o'yin uslubi tuzish kerak edi. Misol uchun, o'sha havodan to'p oshirilyapti, bir kishi yutib olyapti, uni atrofida o'sha ikkinchi to'lqinni yaratib beruvchi bironta bir futbolchi topilmayapti. Xullas, gapirsam gap ko'p. Andijon do'stlar, mana shu o'yin uslubi bilan hozir maydonni bahona qilmaslik kerak-da. Shu o'yin uslubi bilan guruhdan chiqa olmaydi katta ehtimol. Chunki ana bu nariga ikkala raqibimiz anchayin kuchli jamoalar do'stlar. Anchayin kuchli jamoalar. Do'stlar, bu boshqa kadr, ya'ni montaj jarayonida qo'shib ketyapman. Bir fikr qolib ketibdi, shuni aytib qo'ymoqchiman. Juda ko'pchilik qaytardi takrorlari, hattoki sharh jarayonida Davron Fayziyev ham aytib o'tdiki, Arkadagh jamoasi hali mag'lubiyatga uchramagan deb. Meni bilishim bo'yicha Arkadagh 1 emas 2 marta Al Arabiy jamoasiga mag'lubiyatga uchragan. Aynan o'sha mag'lubiyatgacha 61 ta g'alabali seriyani qayd etgan jamoa bo'lgan. Bu orqali Ginnesning rekordlar kitobiga kirish ham mumkin edi, lekin kira olmagan, chunki buning sababi professionallik talablariga javob bermagan klub, to'liq professionallik talablariga.
yana bir tarafi hali tashkil qilingandan beri mag'lubiyatga uchramagan deyishyapti. O'zi tashkil qilinganiga 2 yil ham to'liq bo'lgan. Ya'ni 2022-yili dekabrda tashkil tuzilgan klub, lekin o'yinlarni 2023-yilda o'tkazilishni boshlagan. Xullas mana shunaqa gap so'zlar. Misol uchun Al Ahli Dohaning tarkibida bir qator legionerlar bor. Ispaniyalik, Germaniyalik, Braziliyalik legionerlar endi biz yomon ko'rsak ham, yaxshi ko'rsak ham baribir o'sha maydonda o'sha nimadir yetishmayotgan qo'shimcha bo'lib berishadi legionerlar. Narigi jamoada ham bor, Bahrayn jamoasida ham, u jamoada ham braziliyalik legionerlar bor. Qisqasi ikkala jamoa ham kuchli do'stlar. Bu o'zi ko'pchilik mana bu birinchi Andijon o'yinini ko'rib, bu oddiyroq, o'rtacharoq bir havaskor sifat turnir ekan deyishi mumkin, lekin bunda eslatib qo'ymoqchiman. Dunyoning eng zo'r futbolchilaridan biri, ya'ni qachondir shunaqa bo'lgan, hozir unaqa deyishga ikkilanadi odam, Cristiano Ronaldo harakat qiladigan Al Nassr klubi ham aynan mana shu Osiyo Chempionlar Ligasi 2 turnirida ishtirok etadi. Narigi mintaqadan, ya'ni Yaponiya, Koreya tomonlaridan Pohan Steelers, Gamba Osaka, ular katta-katta jamoalar, ya'ni yaqin yillar 2-3 yil oldin Osiyo Chempionlar Ligasini yutib yurgan jamoalar. Mana Al Nassr ham o'tgan yili uncha jamoalarni qiynab qo'ygan jamoa hisoblanadi. Xullas mana shu jamoalar bor, hali katta dinozavrlari bor bu turnirning. Hali guruhdan Andijon bir amallab chiqib oladigan bo'lsa ham chaynamasdan yutib yuboradigan jamoalar bor do'stlar. Endi hozir gapirsam gap ko'p. Misol uchun andijonlik muxlislar, andijonliklar keldi yoki o'sha shiorlari bilan baqirib yurishdi-ku, o'sha Navbahorni yutishgandan keyin Osiyoga boramizmi? Osiyoga borasizlar. Lekin mana bu tomonda tarkibni, murabbiyni, hattoki bir o'yin uslubini do'ndirib qo'yish kerak. To'g'ri, andijonlik muxlislarning qo'lida emas, lekin ular baribir ularni bosimi o'tadi. Bir dasturxon atrofida o'tirib, ya'ni bir stol atrofida o'tirib muhokama qilishganligini men bir necha bor ko'rganman. Ular mayli o'sha legionerlar olib kelmaylik, boshqa qilmaylik, lekin bir o'yin uslubiga moslashaylik. Himoyaviy, hujumkor yoki havodan o'sha o'yin uslubiga moslasha olmadi Maksim Shatskiy bilan. Maksim Shatskiyning uslubi bir ochko keltirdi. Ya'ni o'sha John English aytganidek, meni benzinsiz qolish bo'yicha ishlab chiqqan mukammal ayyorona rejam ish berdi. Deb aytadi-ku, o'shandek xullas. Endi Dilshod Komilov voqeasiga o'tamiz. Dilshod Komilov Qo'qon 1912 bilan bo'lgan o'yinda to'g'risi meni xabarim bo'lmagandi voqelikdan, chunki undan keyingi o'yinga tayyorgarlik ko'rayotgandim. Ya'ni shu o'yinni ko'rib, tahlil qilib, o'yinni ko'rmagandim o'sha kuni. Ya'ni undan keyingi o'yin adashmasam Paxtakor hamda Neftchi o'rtasidagi o'yin edi. Xullas o'sha kuni Dilshod Komilov bosh murabbiyning ko'rsatmalari, ya'ni uni zaxiraga olish kerak bo'lgan, almashtirishga rozi bo'lmagan, maydondan tark etmagan va shundan keyin u bilan Qizilqum jamoasi shartnomani bir tomonlama bekor qilgan. Endi Dilshod Komilovni men tushunmadim. To'g'risi, endi ko'zga ko'rinib, terma jamoa darajasiga endi chiqayotgan paytida bunaqa xarakteri bilan menimcha endi boshqa jamoaga borib o'zini o'rnini topib ketish qiyin bo'ladi. Agarda u jamoa o'sha legioner bo'lib boshqa bir chet O'zbekistondan tashqaridagi jamoalardan biri bo'lmasa agar. Xullas mana shu gap so'zlar. Kecha Nasaf o'yini haqida video chiqara olmadim. Nasaf qaytanga elit ligada, elitlar degan, ya'ni saralangani degan ligada o'zini yaxshi tutdi. Nasafni bilamiz. O'zi o'sha jamoaga qarab o'yin. Ertaga Nasafga shu Arkadaga o'xshagan jamoa chiqsin, u ham shunga o'xshash o'yin ko'rsatadi. Ya'ni yutishi mumkin 1-0 hisobida, lekin maza qilmaysiz o'yinidan. Nasaf shunaqa jamoa. O'zi umumiy bizning jamoalarimiz shunaqa bo'lib qoldi. Ya'ni ikkinchi jamoa bo'lib o'ynashda uncha jamoaga dars berib qo'yapti. Kecha Al Ahliga ham Nasaf dars berib qo'ydi, dam ham berib qo'yishiga ozgina qoldi o'sha birinchi bo'limda. Uncha kutmagan natija. Ya'ni biz kutmayapmiz-ku. Ya'ni 2-0 nahotki g'alaba deb biz hayron qolib turibmiz. Narigi tomonda Al Ahli umuman kutmaganligi bor gap do'stlar. Va ikkinchi bo'limda o'sha murabbiy ko'p ehtimol bo'ldi, endi o'ynalaring degan bo'lsa kerak. Menimcha taktikalarni Gvardiolaga o'xshab chizib ko'rsatmagandir. Gazini bosish kerak degan bo'lsa kerak. Ikkinchi bo'limda
maydonga tushdi va Abduvohid Ne'matovning xatolari ham bor, lekin u xatolar Abduvohidning o'zi bilan bog'liq, jamoa bilan bog'liq emas. Jamoa umumiy normal o'ynadi. O'sha Otabek Boymurodov degan darvozabonimiz bo'lardi, jingalak soch, chempion bo'lgan. O'sha darvozabonimiz Argentina bilan o'yinda, ya'ni jahon chempionatida, ya'ni o'zini o'ylagan, jamoani emas, o'zini o'ylagan. Ya'ni men yulduz bo'lib ketaman, biron bir Yevropa jamoalariga, balkim PSG, balkim Real, Barsalardan menga taklif tushib qolar deb o'zini ko'rsatishga harakat qilgan, chiroyli o'yin ko'rsatib, video roliklarda aylanishga harakat qilgan va o'sha turnirdan keyin hozir mana men eslayapman, boshqa hech kim eslamaydigan darvozabonga aylanib ketdi. Abduvohid Ne'matovda ham shu xarakter sezildi o'sha o'yinda. Ya'ni o'zini ko'rsatish va bu orqali keyingi mavsum, balkim qishki transferlar oynasida legioner bo'lish xohishi ichida yashayotganligi va bo'lganda ham o'sha Saudiyaning normal jamoalariga o'tish istagi borligi bilinib qoldi Abduvohid Ne'matovda. Shu gaplar Osiyo va o'zimizning futbolimiz haqida. Yana bir gap, Yevropa Chempionlar Ligasini ham kuzatib boring. Bugun dahshat o'yinlar bor. Ertaga undan ham dahshati bor. Abduqodir Husanovni kutamiz, tushadimi, yo'qmi? Asosiy tarkibda Napoliga qarshi, Napolida kim harakat qilishini bilasiz. Napolida Kevin De Bruyne harakat qiladi. O'tgan yili Manchester City jamoasini tark etgan futbolchi. Endi do'stlar, hozir Eldor Shomurodovning Bashakshehirning o'yini bor. Eldor Shomurodov asosiy tarkibni o'ziniki qilib oldi, lekin Nuri Shahin Abbos Fayzullayevni hattoki qaydnomaga ham kiritmagan do'stlar. Meni ajablantirdi. Chunki Yevropa darajasidagi futbolchi deb yurardik. Endi Yevropadan kelgan murabbiy uni asosiy tarkibga qo'ymayapti. Balkim Abbosda qanaqadir kichik bir muammolar paydo bo'lgandir. O'sha milliy terma jamoamiz bilan bo'lgan o'yinda jarohat olganda esingizda bo'lsa, ya'ni jarohat olmagan, lekin shuni ta'siri bo'lishi mumkin deb o'yladim men o'zimcha. Bo'lmasa nima, bunaqa talantli futbolchi nafaqat Beshikshahar, balkim Turkiyada yagona gavhar. O'zingizni ehtiyot qiling do'stlar, ko'rishguncha salomat bo'ling.